Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi ko'mirli katalog etilgan obyektimizni xudo xolasa video orqali ko'rsatib beramiz. Videolarni boshlashdan oldin xudo xolasa bir like bosib, obuna bo'lib qolishingizni so'raymiz. Kim shunday xizmatlar berib bo'lsa, pastdan onlayn chiqarib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqarasiz. Xudo xolasa ishlatib berishga harakat qilamiz. Hozir esa uchiqimdan ko'payib, katalogdan bunlardan usulib to'p boshlayapti. Dumon ko'p emas hali, har bir oy bormoqligi shundan. Xudo xolasa qo'llangancha ishlab qo'yamiz. Beraylik. Mana adresini keladigan bo'lsak, adresi Xiva tuman Parishan mahallasi. Parishan mahallasi, Xiva tumani Parishan mahallasida. O'tgan bu mahallada Shotonning ishini ishlab berdik, Rashtamgina, Rahmatjonogina, Allohga nomini o'zatib berdik. Shular tavsiya bersizlar, to'g'rimi? Eshitib turadi. Shulardan eshitib, shularni bor ko'rdingizlar, qizlarni ko'rdingizlar. Pullarni ham surishtirdingizlar. Xudo xolasa bu pullarning tochkasi 400 ming so'mdan. Har bir tochkasi batareyalarning pullari masalan bu 160'a endilik taxminan adashmasam 95 dollar falan deyiladi. Endi biz bunu to'shni hammasini videoda ko'rib aytamiz, azal aytadigan bo'lsak. Siz o'zingizda berdik qog'ozni, o'zingizda qoldim. Qog'oz nerede? Bo'ldi, o'zingizda liboyini solishtirib ko'ring. Prosta agar buni pulni aytadigan bo'lsak, birin-birin bizlar shuni o'tibdi, meni o'tibdi. Bu shifokatga o'tibdi-da, 95 dan qo'ysak, men 94 dan beraman deb tutdi-da boshqa birlar. Biz ham meni tartibimiz berib, biz foyda ko'rmasak ikkalamizda to'g'risi. Shifokatga o'tdi, men 94 dan beraman deb tutdi, sizlar qimmat chekasizlar deb ko'p odamlar e'tiroz qildi. Shuning uchun biz hammasini pulni aytamiz. Qog'oz hammasini o'zingizga yozib beramiz, firmasi bilan birga. Rossiyskiy rudyer material qo'yildi. O'zingiz solishtirib olaverasizlar. Buni hammasini pulni aytadigan bo'lsak, buni ham qimmatlarni berib tutdilar. Bizlar qimmatlar achchiq bo'ladi, Toshkentdan oldircha bo'lsa, lekin klientlar aytadilar boshqa yerda. Bu yupqa bo'lishi mumkin, qalin bo'lishi mumkin, buni farqi bor. Turbalarni ko'rdingizmi o'zingiz? Qalinligidan rossiyskiy turba emas, lekin rossiyskiy bilan teng turba. Tiraziga savdo ko'rsatishimiz mumkin. Rossiyskiy salgina yengilroq chiqadi, lekin qalinligi 2.5 lik turbalar. Turbalar metri 30 ming so'm. Asosiy 1 kilometr qo'yamiz, odamlar o'zlari tushunib oladi. Bizning maqsadimiz praktika, ko'mirni yashirish, gap yashirish uchun emas, prosta oddiy bir insonga shifokatga o'tibdi-da. Biz endi foydalanib, masalan, lampalarni beramiz dedilar. Kakutta biz bu yerda o'rtada bir o'g'riga o'xshab qolibdi. Uncha mehnat etgan. Biz mehnat edib, dunyomizga foyda ko'rmasak qilib beramiz. Yo'l kerak yo'q bu narsalarni. Lekin shu iloji boricha bozordan chiqibmiz chetga. Bir qilamiz. O'xshashni qiladigan bo'lsak, birinchi madrasani o'xshab kelgan qiz tug'magan. Ham men qiz tug'mu? O'zing ham mendan ko'rgan, to'g'rimi? Men birinchi madrasada bir dalamdan ikkini qo'shni yoshimni o'zi kichkina ekan bir ta'mirlab qo'ydik. Endi 50 ga ular qo'shilib qo'yildi. Birinchi radar, birinchi tochka, ikkinchi tochkaga ko'ramiz. Beri tomondan ikkinchi radar qo'yildi. Samotok sistema aytildi. Obrazga podacha bo'lib o'tdingmi? Turbani o'tishlari. Cho'balan qazi guruhlar she'rlandikda, masalan, ana unda qazi guruhlar bor-ku. Agar shu yerda bo'sh ketgan bo'lsa, buni oladimmi? Bo'lmasa ertangi qizlar vaqtida deformatsiyalar o'zgarishi mumkin. Buni majbur etamiz, boshqa iloji yo'q-da buni. Bizlar ham yoqib qo'yamiz buni 2 marta shu yerda. To'g'ri metraj bo'ladi, ham meni qazib 2 rangdan to'g'ri berganlar, bular shu bilmagan endi. Bo'sh bo'lganini qaytadan olib, qattiqroq bo'ladi. Chunki buni qizlar vaqtida o'ynakishi mumkin. Bu endi uchinchi batareyasi. Bular Turbani bilan o'tishlarni ko'rsatib berdim. Necha bo'lib turishni? Yuqorisini. Yuqorida o'zlaridan turbasi bor edi, to'g'rimi yana bu yerda? Atobinasi bor edi, endi uni o'zim o'rnini qilib ketdi-da. Men ustamamiz bilan do'shganlar edi. Bu yerda avvalgiga 160 qo'yildi-ku. Mana o'zi tutdi yana. Uchinchi batareyasi bo'ldimi? Yani işte buluşu ve 4. bataryası. Ama 5.'si yani. 5.'si bu. 5. bataryası, o'zini bataryasi bor ekan bu. Bu yaxshi qilib batarya o'xshaydi. Lekin bu hammasi o'xshaveradi bir-biriga. Lekin bu arzonli batarya emas ekan. ATM radiator ekan, model modeli. Yozib qo'ydilar modelni. Bu arzon emas bu lekin. Bu kamida 90 ming so'm bo'ladi bu. Bu rossiya qilavi. Yaxshi ekan bu sizlarga. Bu prosta bir-biriga o'xshaveradi-da bu. Yine bir arkası butok çıkan da mı? Arkasından interesler. Kengisi yine. Birinin nasıl kalan? Şimdi nasıl gösterdi? Şimdi şimdi yine kaç tuttu da şöyle kendine. Bu altın tutu oldu mu? 46-7'de sonra oturumuz kengi bataryaları gösterdi. Ötürüşlerini
Bir de asosiy maqsad o'tirishlarni ko'rsatish kerak-da, yana o'sha o'tirishlarni, ino. Ishni bu tutib turibdi ino. Oyoqqa xalaqit bermaydi. Keyin bu yerda bu xona o'tib turgan patachasini ko'rsatib, o'sha o'tib turibdi ino, o'sha buralgan. Ko'rib turibmi? Ben tomondan ko'rsating, yaxshiroq. Xalaqit bermaydi ana. Kimdan beraman? Bu da ham ko'proq turibdi. Yo'q, bosaman dedi. Yine bakın. Bu kaç yoldan girer karış birinci kanalda birinci sosyası bu. Keyin bana tüple koluna bırak verdiniz doğru mu? No. Kaç yoldan çıkartmamızda kaç yoldan gösterdi bakalım bizim. Boşunun da kadar geldik yani 2 etaja ekan. Bunu yukarıdan o'tiradigan bo'lsa, patoloq ochib ketib qoldi, kasatchilar bo'lsa aylanmay qolishi mumkin. Shuni gazini bu xonani o'zi Leningradga olib o'tishdi-da, bir turbadan olib o'tishdi. Ikkisidan padacha ustuna urilgan, bu ham zagonning qizib turibdi. O'shani ko'rdingmi? Tashdan urilgan ikkisidan lekin zagonning qizib turibdi. Prosto bunda havo yenglashi mumkin-da. Havosini chiqarib turishga. Havo prosto bochokda suv ozayib qolsa shunda yenglashi mumkin. Bo'lmasa atak yenglanmaydi lekin havo. O'sha chalvoq ishlab tursa ishlab turaveradi, lekin qachon bu netmay qolsa, bachokda suv yo'q qilib qolsa, shu vaqt havo yenglashi mumkin. Boshqa vaqtda hech qanday problema bo'lmaydi. Ishidan ko'rsatdim, bir tarafdan. Yana shunday kelishimi, prosto sig'moqligi uchun shu padacha obratga olib, shunda davom etib turibdi. Padacha obratga pramo ulanib turibdi. O'zliksiz ulanib turibdi. Birgina batareyasi Leningradga olib ulanib turibdi-da bu. Gidib turibdi. Buni ochilib yopilishi, darrov ochilib yopiladi yana. Yine egasi o'zi ochib yopib turibdi, proba. Eshiklar regulovka bo'ladi, qismiy qilib eshiklar o'zgartiradi. Obratga padacha olib o'tdi, sendishni demoqib qo'ydik, o'zlarimiz yasab. Arzonroq varianti. To'rt qo'y ko'matrakda buni. Keyin katul 30 kilovatli katul bo'ldi. Beri o'tib yana bo'lgan katulning puli 8 million 900 ming so'm. Nasozning sistemasi shunday bilan da bo'ladi. Yana berak musulmonlar vaqtida eshik ikisini ilib, fonni sistemani so'ndiki o'zi ham almashtiribdilar-da uy egasi. Yengillik bo'ladi uy egasini. Shunday qo'ydi, buni o'xshay pulga keladigan bo'lsa, boshda 3 so'mga berikmi? 24 million chiqib bo'ladi. 24 million 300 ming bo'ladi, to'g'rimi? Vaqtida bir tochkasi yo'qadi, keyin bu yerda ko'pga fonlar yo'qadi, batareyani o'zdan yo'qadi, turbalari yo'qadi, turbalar o'zini yetadi, o'zi yetmaydi turbasi. O'zlarimiz bilan keldik, bu yerda qo'shilgan vaqtda hammasi o'xshab bo'lib bitishdi. 27 million 300 ming so'm bo'ldi. 27 million 300 ming, oldindan 12 million avans berdilar. Xudo xolasa qaytib tashlaymiz avansni. Shundan ochgan vaqtda ishladik, sharqachiladi buni. Tamam, qiyin vaziyat bo'lmaydi, xudo xolasa.